Assalomu alaykum. Siz bilan Muhammad Bobur. Hop, bugungi darsimizda siz bilan deyarli oxirgi bo'lgan darsimizni ko'rib o'tamiz. Bu darsimizda dasturimizni o'zimizga moslab olishi, ya'ni hujjatlarimizni o'zimiznikiginani ko'rishimizni qandoq qilib ko'rish mumkinligini, filtrlarni ko'rib o'tamiz. Demak, buning uchun bizda oldin hujjatlar yaratilgan bo'lishi kerak, ya'ni yasalgan bo'lishi kerak. Birinchi o'rinda mana zakupkani ichiga kiradigan bo'lsak, приходный aktiv nakladnoyda mana ko'rib turganingizda bizda faqatgina o'zgarish sikladi turibdi va faqatgina o'zimizning hujjatlarimiz ko'rinib turibdi, ko'rganingizdek. Bu joyda mana filtr o'rnatilgan. Bu filtrni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana bu joyda mana o'zgarish qo'yilgan, bu joyda mana sotuvchi qo'yilgan. Agarda bularni olib qo'yadigan bo'lsak, hujjatlarimiz hammasi ko'rinadi. Demak, boshqa foydalanuvchilarning hujjatlari ham ko'rinadi. Bu bizga noqulaylik tug'diradi. Shuni hisobidan biz filtrlarni qo'ygan holatda o'zimizga tegishli bo'lgan hujjatlarni saralab olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, buning uchun biz sklad bo'limiga qo'yib показать все qilamiz hamda o'zimizni o'sha omborimizni tanlaymiz hamda ответственный bo'limiga qo'yib показать все qilib o'sha o'zimizni foydalanuvchi ismimizni tanlaymiz. Xo'p, agar topolmayotgan bo'lsanglar, mana bu siz qaysi foydalanuvchi nomi bilan kirgan bo'lsangiz, tepada mana bu joyda bo'ladi. O'ng tarafda tepada yoki o'sha Saturnikini tanlaganingizda sizni o'sha foydalanuvchi nomingiz to'q qora rangda paydo bo'lib turgan bo'ladi. Demak, buni tanlaymiz. Mana shu holatda mana siz kiritgan hujjatlaringiz hamda siz omboringizdagi bo'layotgan operatsiyalar hammasi ko'rinadi. Mana shu holatda mana приходный накладной filtr qilib olish mumkin bo'ladi. Hamda продажа bo'limida ham расходный накладнойda mana shu holat bo'ladi. Demak, bu joyda bizga faqatgina sotuvchini tanlash o'zi kifoya qiladi. Sababi sotuvchi kiritgan расходный накладнойlarni ko'rishi o'zi kifoya qiladi. Sababi bu joyda mana naqd klik yoki terminal bo'ladigan bo'lsa, mana bu holatdagi bularni mana bu yoqqa qo'yadigan bo'lsak, ko'rinmay qolishi mumkin. O'shani hisobiga bu joyda ответственныйni ichida faqatgina sotuvchini mana shu holatda filtrga qo'yamiz. Mana shunday holatda biz dastur o'zimizni hujjatlarimizni ko'radigan qilib moslab olishimiz mumkin va qulaylashtirib olishimiz mumkin bo'ladi.